meni ahmoq deydi, ya'ni meni kallasi ishlamaydi deydi. Meni sarang deysimi mayli, qandaq bo'lishidan qat'iy nazar xizmatni mangu yaxshi ishlayman. Tarixning uzoq musofasida umr nihoyatda qisqa bo'ladi. Shaxsning ko'rishi davlatning umumiyatiga, xalqning manfaatiga yo'g'rilganda, keyingilar uni mangu yod etadi. Yillarning cho'nqur qatlamiga oliy janoblik putiladi. ixtisosliklarni yetishtirib, davr yangi kishilarni tarbiyaladi. U dal yangi davrdagi to'tga ega yaxshi o'qituvchi ulgisi, davr namunasi Wu Rongjin. Hürmetli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisilar? Yaxshimisilar. Bugun 2023-yili 2-oyning 20-kuni dushanba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 2-oyning 1-kuni. Xabarlarimizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Bugungi xabarlarimizning muhim mazmunlari tuandikcha. Joylar partiya 20-qurultiy ruhini cho'nqur o'rganib izchillashtirib, to'liq g'ayratga kelib, yangicha yezi kollektiv iqtisodini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, o'z taraqqiyotiga mos kelgan muvofiq ko'lamdagi tijorat usuli ustida sijil izlanib, yez kentlarni gullantirishning ishki harakatlantirgich kuchini qo'zg'atdi. Bingtuandagi 1920 cho'ng turda markazlik ish boshlandi, ish asliga keltirildi. Jami 644 milliard 500 million yuan mablag' silinadi. Şinjan Yezi Amanat Qarz Kooperativlari birlashmasi atiyozliq terilg'u ishlab chiqarishiga 63 milliard yuan qarz taqitishni planladi. Şinjan birinchi navbatlik qishliq tanarkat musobaqasi oxirlashdi. 38 musobaqa turida rekord yaratildi. Endi tafsiliy mazmunlarni ko'rsatamiz. Partiya 20-qurultiy dokladida yangi davrda yez kentlarni gullantirishni umumyuzlik ilgari surish sistemli o'rlashtirilib, yez egiligi yezlarni zamonaviylashtirishni ilgari surishga aniq yo'lnish ko'rsatib berildi. Abdum rayonimizdagi joylar partiya 20-qurultiy ruhini cho'nqur o'rganib izchillashtirib, to'liq g'ayratga kelib, yangicha yez kollektiv iqtisodini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, o'z taraqqiyotiga mos keladigan muvofiq ko'lamdagi tijorat usuli ustida sijil izlanib, yez kentlarni gullantirishning ishki harakatlantirgich kuchini qo'zg'atdi. Yaqında Manas nahiyasi Lotoyi bozorining Shangzhuangzi kentida butun kentdagi 470 oilaga kollektiv mulk huquqiy tuzumi islohotining 1 yillik foydasi bo'lgan 2 million 360 ming yuan bo'lib berildi. Har bir oilaga o'tir hisob bilan 5400 yuan to'g'ri keldi. Yezi egilik mashinasi haydayman, yiliga 100 ming yuan kirim qilaman. Kent bo'lib bergan foyda qo'shilib turmushim barg'ansir yaxshilanib ketdi. Partiya 20-qurultiy dokladida yangicha yezi kollektiv iqtisodini rivojlantirish kerak deb ko'rsatildi. Shangzhuangzi kenti kollektiv mulk huquqiy tuzumi islohoti davomida kentning kollektiv mulkini aniqladi hamda kollektiv mulkini payiga sundirib, oilalargacha miqdorlashtirdi. Lotoyi bozori mulkni jonlantirib, iqtisodni taraqqiy qildirish uchun partiya komiteti bir tutash yetakchilik qilish, kent halqi birlashib qurish, omillarni to'plash, birlikda rivojlantirish ideyasiga asosan Shangzhuangzi kentini boshlamchi qilib, butun bozordagi boshqa 8 kent kollektiv iqtisodiy kooperativi bilan birlashib, Xinjiang Juhe yezigilik taraqqiyot cheklik shirkatini qurib, zamonaviy korxona tuzumi bo'yicha boshqardi. Bultur 14 ming mo ko'lamda yuqori o'lchamlik urug'liq qo'noq bazasi barpo qilib, yillik tijorat kirimini 20 million 200 ming yuanga yetkazdi. 2022-yili bozorimizdagi 9 kentdan kollektiv iqtisodiy kooperativiga 14 million 140 million yuan foyda bo'lib berdik. Eng ko'p olgan kentga 3 million yuandan ortiq foyda ayrildi. Növətdə Manas nahiyasi Baujadan bazarının Dongmaydi kentirki temitib sug'urish shilankisi zavodi ishlab chiqarishni butun kuchi bilan tezlatdi. Bu yil zavod mas'uliyat qiymatining 16 million yuandan eshishi mo'ljarlandi. Dongmaydi kenti cho'ng tipdagi korxonaning turmush rayoniga yaqin bo'lishdek afzalligiga tayinib, xo'jalik boshqarish shirkati qurdi. Butun kentliklarning kuchidan foydalanib, universal mulozimat rayoni barpo qilib, 1-2, 3 kasbga tang kuchab, Manas nahiyasi bo'yicha kent kollektiv iqtisodiy kirimi 10 million yuandan oshgan tunji turkumdagi ma'muriy kentlarning biriga aylandi. 2022-yili kent kollektivimizning sobiq iqtisodiy kirimi tunji qitim 10 million yuandan eshib 10 million 260 ming yuanga yetdi. Bu yil yo'l bo'yi iqtisodiy, yurishlik iqtisod va xo'jalik iqtisodini davomli zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, turli chora-tadbirlarni qo'llanib, kent aholilarining ish haqqi xarakterlik, tijorat xarakterlik va mol-mulk xarakterlik kirimini ko'paytimiz. Manas nahiyasida yillik tijorat kirimi 1 million yuandan oshadigan kollektiv iqtisodiy kuchli kent 38 ga yetdi. Hamda tunji turkumdagi kollektiv iqtisodiy kirimi 10 million yuandan oshgan bir turkum kentlar borliq keldi. Bu yil har qaysi yez bozorlar kent kollektiv iqtisodini sijil zo'raytib, yez kentlarni gullantirishga kuch qo'shish harakatini cho'nqur yo'lga qo'ydi. Partiya 20-qurultiy ro'yini cho'nqur izchillashtirib, amaliylashtirib, o'z yerimizning ahvoliga qarab ish ko'rib, kasbni davomli kuchaytirib, ko'lamni cho'ngaytirib, o'zgachilikni namoyon qilib, donglik marka yaratib, kentning kollektiv kirimi kent aholilarining kirimini qo'sh oshirishni haqiqiy amalga oshiramiz.
Qo'rg'os shahrining Yichi Gashan Shiba yezisi yezi egiligini muvofiq ko'lamlashtirib boshqarib taraqqiy qildirish talabiga asosan zamonaviy yezi egilik sistemasi qurilishining faol olg'a surib, yer boyligini zo'r kuch bilan birlashtirib, kent kollektivi va dehqonlarning kirimini oshirishni ilgari surdi. Yaqinda dehqon Zhang Zhengwei yana 400 necha mo yerni obrat qildi. Jami 1300 moddan ko'proq yerni o'ddiga oldim. Asosliqi qo'noq teriyman. O'ddiga olgan yerning hammasi degudek salohiyatisiz. 2022-yil hisob kirimim 200 ming yuanga yetdi. Dastlabda Zhang Zhengwei faqat 30 necha mo yer teriydigan bo'lib, 1 yilda aran 20 ming yuan atrofida kirim qiladi. 2018-yilning beshida u yerning har mosini 450 yuandan obrat qilgandan keyin sirtga chiqib ishlab pul topdi. Zhang Zhengwei zakazliq yezi egilkining taraqqiyot kelgusini his qilgandan keyin yer obrat usuli orqali qo'noq terishga boshladi. U qisqagina bir necha yilda ko'lamlashgan teriqchilik, kasblashgan tijoratni amalga oshirdi. Kooperativ bizga sifatlik urug'liq berdi. Teriqchilik texnikasi jihatdan yetakchilik qilib setish yo'li tepib berdi. Bo'ltir bizmi kooperativ qurdik. Kentga texnik ko'p aholini betishga yetaklashni orzu qilaman. Yichi Gashan Shiba yezisi partiya qurilishini yetakchi qilib, korxona, kooperativ baza, dehqon oilalarini birlashtirishdek birlashib yurishtirish andizasini yo'l qo'yib, kent aholilarini zakazliq yezi egiligini taraqqiy qildirishga faol yetaklab, ommaning beyishiga turtki bo'ldi. Hozir yez bo'yicha terilg'u yerni o'ddiga elib yurishtirish huquqiy obrat umumiy ko'lami 49 ming mo'ga yetdi. Yerni qiyriblashtirib tartiblik obrat qilishni yanada kuchaytirib, taraqqiyotimizga mos keladigan muvofiq ko'lamlik tijorat usuli ustida faol izlanib va uni shakllantirib, yerdan foydalanish nisbati va usulni oshirib, ommani beyishga yetaklaymiz. Avtonom rayonimiz partiya 20-qurultiy ro'yini cho'nqur o'ginib izchillashtirib, bu yil yezi egilki yeza dehqonlar xizmatiga yuksak ahamiyat berib va bu xizmatni butun kuch bilan yaxshi ishlab, fan texnika va islohotdan iborat qo'shchoq orqali qo'zg'atishda ching turib, yashashga va ishlashga bob keladigan inoq, go'zal yezkent barpo qilishni puxtaligiga surib, har xil chora-tadbirlar bilan dehqonlarning kirimini sijil oshirib, yezkentlarni gullantirishning go'zal yo'gimi rasmini jasorat bilan sizib chiqadi. Şinjan ishlab chiqarish qurilish bentuanidagi 1920 cho'ng turda yaqinda markazlik ish boshlandi, ish asliga keltirildi. Bu turlarga jami 644 milliard 500 million yuan mablag' selinadi. Bu yil 127 milliard yuan mablag' selish planlandi. Bu turlar xalq turmushi, ekologiyalik muhit, savdo ashyo obroti, ul asliha, kasb taraqqiyoti qatorliq nuqtaliq sohalarni o'z ichiga oladi. Bington birinchi shisining Aral shahrida 272 cho'ng turda markazlik ish boshlandi. Bu yil 18 milliard 910 million yuan mablag' selish planlandi. Bu turlar paxta to'qimchilik, sovuq saqlab to'shish zanjiri, isklatda saqlash, turalg'u qurilishi qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Xinjiang Sayshi to'qimchilik rayoni mablag' selish cheklik shirkati 5 milliard yuan mablag' selib, 160 ming aylanma urchuqliq, 15 ming suv purkib to'qish mashinasiga ega 8300 yurish eshish mashinasi bor zavod qurishni planladi. Bu tur 5 ming kishini ishga o'rlashtirdi. Bu yil qurilishni bitirib, kelar yilning 5ida uskunalarni qurashtirib, tangshab, sinab qilib ishga kirishtirishga tirishimiz. Bitgandan keyin kunlik ishlab chiqarish iqtidori 10 million metrga, yillik ishlab chiqarish qiymati taxminan 5 milliard yuanga yetadi. Bington birinchi shisining Aral shahri bu yil 5 million yuandan ko'p mablag' selindigan, davomlashtiriladigan zapas 379 turga jami 18 milliard 230 million yuan mablag' selishni planladi. Bu yil 26 milliard 650 million yuan mablag' selindi. Turlar yezkentlarni gullantirish, o'zgacha kasb, suvchilik, qatnash, shahar ma'muriyati qatorliqlarga chetildi. Texmo a'lo mulozimat qilib, turlarni markazlik tekshirib tasdiqlab, planlab o'rin tanlash, xaridor chaqirish va xaridor bo'lish qatorliq oldingi bosqichlik rasmiyatlarni o'tashda aloqador tarmoqlar bilan faol moslashtirib, muhim turlar va korxonalarga texmo yaxshi mulozimat qilib, turlarda balduroq ish boshlash, balduroq ishga kirishtirishga turtki bo'lamiz. Egilishicha, Bington bu qitim yangidan qurilish boshlagan va davomlashtirgan cho'ng turlar ichida 1 milliard yuandan ortiq mablag' selindigan tur 127 bo'lib, jami 432 milliard 200 million yuan mablag' selindigan. Butun yilda 54 milliard 300 million yuan mablag' selish planlangan. Har qaysi shaharlar 14-5 yillik yirik planga birlashtirib, turlarni dal joyida planlab ilgari surib, ul aslihalardagi kamchilikni to'liqlash qatorliq davlatning muhim zo'r siyosat yetakchiligini puxta egilib, cho'ng turlarni faol amaliylashtirib, qurilishni yaxshi qiladi ekan. Ürümçi Ganchuanpu iqtisod texnika taraqqiyot rayoni 8 cho'ng kasb to'pi qurilishini zichchordab, karbon, silsi, alyumin asosidagi yangi material kasbini faol barpo qilib, ham kasb zanjirini uzluksiz uzartib, yangi material kasbining to'plamli taraqqiyotini ishga oshirib, iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'shdi. Ürümçi Ganchuanpu iqtisod texnika taraqqiyot rayonining silsi asosidagi fotovolt yangi material kasb rayonida Xinjiang Zhongbu Heshang silsichilik cheklik shirkatining silsi asosidagi yangi material kasbini bir gavdalashtirish turi tartibli elib berilmoqda. 3000 necha ishchi, 1000 necha mashina uskuna qurilish muddatini chang tutib, butun kuch bilan qurilish qilmoqda. Turi 2022-yil 3-oyda boshlangan bo'lib, Celsius asosidagi yangi material oddiy kristal yaproqcha, batareya, birikma zapchastari, fotovolt orqali tok chiqarish qatorliq qurilishlar qilinadi.
To'pa-tosh qurilishining 85% tamomlanib, uskunalarni qurashtirish bosqichiga kirdi. 5-oyda sinaq tariqasida ishlab chiqarish boshlandi. Boshqa planlangan kasb zanjiri mos qadamda ilgari surilmoqda. Bu yilga 200 ming tonna ko'p kristallik selsiy ishlab chiqarish liniyasi qurishni planladik. Urumchi Kent-Shuanpu iqtisod texnika taraqqiyot rayoni bu yil diqqatni selsiy asosidagi kasblarga qaratib, ko'lami 15 ming mo keladigan selsiy asosidagi fotovolt yangi material kasb rayoni barpo qiladi. Buning ichida selsiy asosidagi fotovolt mahsuloti yasamichiligidan fotovoltlik tok chiqarish ikkilamchi mahsulotlargacha bo'lgan butun kasb zanjirini o'z ichiga olgan selsiy asosidagi yangi material kasbini bir gavdalashtirish turi 7 ming moni egallaydi. Qolgan 8 ming mo yerda ikki tur amaliylashtiriilib 2 milliard 500 million yuan mablag' selanadi. Urumchi Kent-Shuanpu iqtisod texnika taraqqiyot rayoni mo'l ko'mir boyligidan foydalanib karbon asosidagi yangi material kasb to'pi qurilishini zo'r kuch bilan olg'a surdi. Jungo energiya qurilishi guruhi Xinjiang ximiya sanoati cheklik shirkati yiliga 680 ming tonna ko'mirdan olifin yangi material elish turini cho'rdab, bu yil to'ban iqin kasb zanjirida nefis sulyo yopiq, suzuk bak, kichik tipdagi oila elektr uskunalarga maxsus ishlatiladigan sulyo qatorliqlarni ishlab chiqaradigan kasblarni nuqtaliq kirgizib, polietilen, polipropilen elish kasb zanjirini uzluksiz uzartidi. Yangi mahsulotlarni echish salmog'ini zo'raytib, yolg'iz poliolifin mahsuloti ishlab chiqarishni ko'p xil yangi material ishlab chiqarishga o'zgartishni teziltib, zamonaviy ko'mir ximiya sanoatining to'van karbonlik taraqqiyotini davomli cho'nqurlashtiramiz. Yangi material kasbidan boshqa Kent-Shuanpu iqtisod texnika taraqqiyot rayoni yana yangi energiya oliy jabduq yasamachiligi, energiya tejab muhit asrash qatorliq kasblarni nuqtaliq barpo qiladi. Hamda biosog'lomlik, yeshil binokorlik qurilish va ximiya sanoati yurishlashtirish qurilishi qatorliq aloqador kasblarni qo'shimcha taraqqiy qildiradi. Bu yil kirgandan buyon kasb rayoni nuqtaliq kasblarni cho'rdab, 39 korxona bilan kelishim imzolab 29 turni amaliylashtirdi. Kasb zanjiridan foydalanib sodgar chaqirib to'van iqindagi korxonalarni tez makonlashishga jalb qilamiz. Hamda moliya, pul muomala jihatda yo'lash salmog'ini zo'raytib, kasb rayonida kasb to'pi yetishtirish va taraqqiy qilish, o'z oldiga tadqiq qilib yaratish, yangilik yaratish iqtidorini rivojlantirish ham avam egilik tiklash, avam yangilik yaratish vositalari qurilish qatorli xizmatlarni yangi harakatlantirgich kuchga ega qilamiz. To'gi suti va uningdan pishiqlangan mahsulotlar vakilligidagi Xinjiangning o'zgacha sutchiligi, o'zgacha boylik afzalligini mavqe qilib, sufatining yaxshiligi va bozorda oz uchraydiganligi bilan sutchilik oliy darajalik bozorini tez egilab, butun kasb zanjiri barpo qilishga kuch qo'shdi. Xinjiang Wangyuan biotexnika guruhi cheklik shirkatining ishlab chiqarish pishiqlash sexidagi 3 ishlab chiqarish liniyasida to'gi suti talqini, sut, girim buyumlar qatorliq mahsulotlar jiddiy ishlab chiqarilyapti. Bir necha kun ilgari korxona 4 million 300 ming yuanlik zakaz to'xtami imzolab, bu yillik taraqqiyotni yaxshi boshladi. Bu yil yangi mahsulot tadqiq qilib yaratishga 20 million yuan mablag' selishni planladik. Xos yadroliq texnika va kasbiy tadqiq qilib yaratish strategiyasini yo'l qo'yib, yurishlik mahsulotlarimizning fan texnika amaliy kuchini sijil barpo qilamiz. Jungoning to'gi suti makoni degan nomi bor Bo'rilto'qay nahiyasida hozir 25,500 to'gi beqiladi. Yaqinqi yillardan buyon bu joy avtonom rayonning sutchilikni gullantirish, taraqqiy qildirishga turtki bo'lish fursatini ching tutib, ko'lamlik baxmichilik bazasi qurilishini teziltib, sut mahsulotlarini pishiqlash korxonalarining taraqqiyot muhitini sijil yaxshiladi. Baqit Nur Pekin oilasi 250 to'gi baqdi. Bu uningga xeyli ko'p foyda elib keldi. Her yili 50 tonna süt chiqadi. Her kilogramini 30 yuandan 1 million 500 ming yuanlik süt satamiz. Her yili 1 tonna to'gi teviti chiqadi. Buning her kilogramini taxminan 30 yuandan satamiz. Bo'rilto'qay nahiyasi savdogar chaqirib mablag' jalb qilish siyosatining turtkilikligi qatorliq tadbirlar orqali to'gi suti, to'gi teviti pishiqlash, o'zgacha his qilish sayohati qatorliq kasblarni uzluksiz taraqqiy qildirib, dehqonlarning kirimini oshirishga yordam beradigan yangi kasb zanjiri barpo qildi. Kelgusi 3 yilda to'gi baxmichiligi ko'lamini yana kengaytirishni, 2026 yilga borganda beqilayotgan to'gini 35 mingga yetkazishni mo'ljarladi. Qumul shahri Xinjiangning to'gichilik o'zgacha kasblarini taraqqiy qildirishga afzal rayon. Hozir bu yerda beqilayotgan to'gi 14 mingga yetdi. To'rak nahiyasidagi Xinjiang Zhongtou biotexnika cheklik shirkati, shirkat kooperativ baza dehqon oilalarini birlashtirishdek baxmichilik andisi orqali korxona bilan dehqon oilalarining manfaatini ish baqlaydigan mexanizm barpo qilib, to'gi baxmichiligi saviyasi va kirimini uzluksiz oshirdi. To'ga 5 yil ilgirki 1100 dan hozir 6000 ga ko'paydi. Har bir to'gining kundalik sut mahsuloti ilgirki 1 kilogramdan 3 kilogramga ko'paydi. 2022 yili Xinjiang Zhongtou biotexnika cheklik shirkatining setish natijasi 2021 yildagidan 10% oshdi. Maxsus setish do'konidan 100 natisi ko'paydi. Yaqinda korxona davlatning sut to'gisi baxmichiligini o'lchamlashtirish ulgulik rayoni turiga qatnashdi. Yana 11 turkumda davlatning yezigiligini o'lchamlashtirishdagi ulgulik rayon turi bo'lib tasdiqlandi. Artörük nahiyamiz davlatning to'gichilik kasb zanjiridagi ulgulik baza qurilishi turini qo'lga keltirdi. Bu nihoyat yaxshi fursat. Bozor muhitimi, material kapalitimi yaxshi. Shunga bu yil setish nisbatini 60% ko'paytimiz.
Abdunum rayonimiz Şinjan sütçülükünü güllendirişdən 2019 yıldan 2025 yılgacha bo'lgan harakat loyihasiga asosan Şinjanның dağlıq marka süt mahsulotlarini yetishtirishni tezlatib, korxonalarni bozor kengaytirishga faol rag'batlantirib, Şinjan to'yguchilik o'zgacha mahsulotlarining dangqini oshirib, dehqonchilik chorvachilikning sifati va unumini o'stirish, dehqon chorvachilarning kirimini tez oshirishni ilgari suradi. Şinjanның bevosita ko'rsatish elektronlik savdo ko'lami sijil oshmoqda. 2022 yil butun bir yillik bevosita ko'rsatish savdo somasi 3 milliard 243 million yuanga yetib, 2021 yildagidan 10,75% ko'paydi. To'g'ri va amaliyotdagi iste'mol andisining o'zaro yo'g'irilish qadami tezlatilib, hayotiy kuchi namoyon qilindi. Moңғолкөре нахиясы Чаған Усу езісі Хотыгор кенті Тянгон Қоңыр калы кәсби кооперативінің бейвасты көрсетіш үйді қызметчілер тордашларға ерліктің өзгіче сүт мәсулатларını тұныштырып атыды. Кооператив бейвасты көрсетіп сетіш арқылық тижарат сомысыны тез ашырды. Әр күні 200 килограмм сүт мәсулаты сатымыз, айлық сетіш мақтарымыз тәхминен 3000 талондан ашыды. Бұл ел завод үйіні кеңайттық. Пайдымыз мо елдің елға ешіп атыды. Yaqında bu yan Ürümçi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, Yangi rayoni bevosita ko'rsatish elektronlik sodisi egilik tiklash rayoni yangi bir turkum bevosita ko'rsatish elektronlik sodisi bo'yicha tarbiyalaydigan kursantlarni kutib oldi. Kasb rayoni elektronlik soda bevosita ko'rsatish, amaliy tarbiyalash va ishga o'rnalashtirish bo'yicha avatish bir gavda qilingan mulozimatni yo'l qo'ydi. Hozirgacha bevosita ko'rsatish elektronlik sodisi ixtisosliklaridan 500 nachini, kelishimlik riyosatchidan 36 ni yetishtirdi. Kasb rayoni yana Şinjan o'zgacha yezigilik mahsulotlari zavodidan 200 nachini kirgizib, Şinjanның o'zgacha yezigilik mahsulotlari bilan ta'minlash zanjiri subsi barpo qildi. Korxona va mahsulotlarni makonlashga jalb qilib, bevosita ko'rsatish elektronlik sodasi butun kasblari ekologiya sistemasini beyitib, korxonalarning an'anaviy savdo usulini o'zgartirib, to'g'ri tijorat qilishiga kuch qo'shamiz. Bevosita ko'rsatish elektronlik sodasining Şinjanның mahsulotlarini sirtqa chiqarishga turtki bo'lishdagi motorlik roli gavdalandi. 2022 yili Şinjanki bevosita ko'rsatish 458 million odam qidim ko'rilib, 2021 yildagidan 61,39%, jami 24600 maydon bevosita ko'rsatilib, 38,98% oshdi. Shuning bilan bir vaqtda bevosita ko'rsatish bazasiga makonlashgan korxonalar ko'nsir ko'paydi. Yillik mahsulot qiymati 10 million yuandan oshgan korxonalar 12,2% ni egalladi. Şinjan Yezi Amanat Qarz Kooperativlari birlashmasi atiyazliq terilg'u ishlab chiqarishiga kuch qo'shish uchun bu yil atiyazliq terilg'uga 63 milliard yuan qarz tarqatishni planladi. Bu bulturqidan 3 milliard yuan ko'p. Yana tekshirib tasdiqlash yeshil yo'li ichib, yez kentlarni gullantirishni, umumyuzlik ilgari surishni pul muomala tirigiga ega qiladi. Yangsar nahiyalik Yeza Amanat Qarz Kooperativlari birlashmasining mulozimasi alda qarz bejirgil kelgan dehqonlarga oid ko'p edi. Nurayli Yusufning rasmiyatlari to'liq bo'lg'achqa kasbni 15 minutda bejirib bo'lib, atiyazliq terilg'u qarzni o'ngishliq iltimos qildi. Kooperativimiz 300 ming yerni o'diga olgan. Bugun 300 ming yuan qarz iltimos qildim. Pul bo'lsa, bu yillik yezigilik ishlab chiqarish vositalarini oldin setib olaymiz. Yezigilik qarzi maxsus yezi egiligi yeza dehqonlarga mulozimat qilish uchun berilgan qarz bo'lib, qulaylik, tez tejashlik rasmiyatlari oddiy, olg'anaman ishlatiladigan bo'lishdek alaydiliklarga ega. Hozirga qadar Yangsar nahiyalik Yeza Amanat Qarz Kooperativlari birlashmasi yezigilik qarzi shakli orqali 4000 necha qitimda 120 million yuandan ortiq atiyazliq terilg'u qarzi tarqatdi. Bu yil Şinjan Yeza Amanat Qarz Kooperativlari birlashmasi Abdudum rayonining ochliqni muqimlashtirish, paxtachilikni a'lolashtirish, chorvachilikni ilgari surish, bog'vanchilikni kuchaytirish, o'zgacha kasblarni gullantirish umumiy talbi va 8 chong kasb to'pi qurilishini zichordab, ko'p xil tadbirlarni tan qo'llanib, mablag' g'amlash salmog'ini kuchaytirib, mablag' bilan ta'minlashga butun kuch bilan kafolatlik qildi. Shig'o shahri, Huangong bozori, Linja Zhuangzi kentining aholisi Wang Guangxi bu yil 1800 ming yerga kevas terishni planladi. U Shixo Yezi Soda Bankisi Huangong tarmoq bankisidan ko'p so'mlik qarz iltimos qildi. U bankining innovatlik muomildori bo'lg'achqa shu kunila 2 million 500 ming yuan qarz ola oldi. Amanat qarz kooperativining qarz bejirish tartibi oddiy ekan. Shu kunila bejirib oldim. Ishlab chiqarish vositalari solyo yopiqni vaqtida setib olsam, atiyazliq terilg'uga daxli yetmaydi. Shixo Yezi Soda Bankisi 2 milliard 100 million yuan atiyazliq terilg'u tayyorligi maxsus qarzi tayyorladi. Tür tekshirish, qarab chiqish, tasdiqlash, qarz berish qatorliq tartiblarni mukammallashtirib va oddiylashtirib, baldur qarz berish, baldur unumi ko'rilishiga tirishdi. Egilinishicha, joylardagi amonat qarz kooperativlari va Yezi Soda banklari atiyazliq terilg'u tayyorlik qarz bejirishga yeshil yo'l ichib, bir tutash qarz bejirish, birla joyda mulozimat qilish, qarz elish tartibini oddiylashtirish qatorliq tadbirlarni qo'llanib, pul muomala mulozimati saviyasini yanada o'stirib, atiyazliq terilg'u tayyorlik qarzni vaqtida amaliylashtirgan. Qarz iltimosini tez qabul qilib, tez tekshirib, tez tasdiqlab, qarzni tez berdik. 2023 yili dehqon oilalarining atiyazliq terilg'u tayyorligiga 1 milliard 500 million yuan qarz berishni planladik. Buningdan 10 mingga yaqin dehqon oilasi nafga erishadi.
Kung Feifei Chapchal Shiba Avtonom Nahiyasi Chapchal bozorining boshlig'i. U ko'p yillardan buyon asos qatlamda yıldız tartib, har millat ommasini Qrimni oshirib beyishga yetaklab, yez-kentlarni gullantirishni butun kuchi bilan olg'a surdi. U mamlakatli xalq qurultiyi vakili bo'lish sifati bilan bu yil yez-kentlarning kasb taraqqiyoti va muhitni yaxshilashni nuqtaliq cho'rdab, chor-tadbir ko'rsatdi. Yaqindan buyon vakil Kung Feifei izchil tekshirib tadqiq qilish bilan aldirash bo'ldi. Mamlakatlik ishki yig'iniga elib bormoqchi bo'lgan fikr taklifini mukammallashtirdi va injiklashtirdi. Kung Feifei 2020-yil 1-oyda Chapchal bozoriga kelib ishlagandan buyon yezi kent muhitini yaxshilash va kent aholilarining kirimini oshirib, beyitishni izchil xizmatning muhim nuqtasi qildi. Yurtdoshlarni yetaklab sahro sayohatchiligini faol taraqqiy qildirdi. Bir qancha yil tirishish natijasida kentda sahro oromgohi, oilaviy mehmonxona, o'zgacha an'anaviy qo'l hunar buyumlar do'koni qatorliqlar tadrijiy ko'lamlashib, ko'pchilikning turmushi barxan siri yaxshilandi. 2022-yili kentda sayohatchilik shirkati qurildi. Qo'sh hayvonlarga yem berish va tomosha qilish, gul saylisi, kading avtomobili qatorliq sayohat turlari yo'lga qo'yilib, sahro sayohatchiligi kasb holida uzuksiz beyitildi. Yaqindan buyon vakil Kung Feifei kent aholilarining uyiga kirib tekshirib tadqiq qilib, bu yillik taraqqiyot to'g'risida yangi o'y fikrga ega bo'ldi. Madaniyat sayohatni yo'g'irish haqida ko'proq o'ylashib, hozir bor bo'lgan sayohat liniyalari asosida madaniyat o'yinlarini yanada ko'paytib, sayohatchilarning qatnashish darajasini namoyon qilib va kuchaytirib, sayohatchilarning his qilish tuyg'usini yanada oshiramiz. Vakil Kung Feifei tekshirib tadqiq qilishning muhim nuqtasini ekologiyalik muhit va ommaning yashash muhitini yaxshilashga qaratib, Chapchalshiba avtonom nahiyasining qishda pokiz energiya orqali qisinish bo'yicha davlatning qo'llashini qo'lga keltirish to'g'risidagi taklifini tayyorladi. Vakil Kung Feifei mamlakatli xalq qurultiyining vakili bo'lish sifatim bilan asos qatlamning texnik ko'p sadosini ishki yig'iniga yetkazib, amaliy harakatim bilan mas'uliyatimni ado qilib, ommaning turmushining bargan siri yaxshilanishiga kuch qo'shaman dedi. Xalqning sadosi el rayini davomli to'plab asos qatlamning sadosini ishki yig'iniga yetkazaman. Shuning bilan birga yezi kentlarni gullantirishning turli xizmatlarini sijil yaxshi ishlab, fuqarolarning qiladigan ishi, topadigan puli bo'lishini ishga oshirib, turmushini kundan kunga yaxshilashga tirishaman. Vakil Kung Feifeini ziyorat qilish davomida uning asos qatlam kadri bo'lish sifatida birinchi safga cho'nqur cho'kib, har millat ommasi bilan birga ishlab birlikda kurash qilganligini, xalq qurultiyi vakili bo'lish sifatida ommaning yurak sadosini anglashga mahir bo'lib, mas'uliyatni faol ado qilganligini cho'nqur his qildik. Vakil Kung Feifei faqat ommaga amaliy ish qilib berib, qiyinchiliklarni hal qilib bergandilar, ondan xalq qurultiyi vakililik salohiyatimga haqiqiy yuz kelalayman degan so'zni eng ko'p qildi. Abdum rayonimiz davolanish sug'urtasini bejirish mulozimatini sijil a'lolashtirdi. Bu yilning oxiridan burun ma'muriyat mulozimati turlarini to'g'ri bejirish nisbati 70% ga yetkaziladi. Jo'shinchi Aqsu viloyatlik davolanish kapalti idorasining ko'znikidan xizmatchilarning yordamida xizmat yo'tkilishi sababidan boshqa joyda davolanishni tizimga oldirishga aloqador rasmiyatni nihoyat tezla bejardi. Yan telefondagi chiqimdan Undidor aptisi yana davlat davolanish kapalati APP subsida bejargili bo'ladi ekan. Intayin qulaylik ekan. Xeyli ko'p vaqtim tejaldi. Növbətdə avtonom rayonimiz avtonom rayon bo'yicha birdek kelgan davolanish kapolatini bejirish ma'muriyat mulozimati ishlar tizimligi hamda ish bejirish qo'llanmasini chiqarib, boshqa joyda davolanish uchun davolanganlik isboti chiqarish, o'ylanish xati, balni istayotgan kasallik tarixining ko'paytirilgan nusxasi qatorliq 22 turlik isbot va material tayyorlashni bekor qildi. Ba'zi kasblarni bejirish vaqti 20% qisqarib, 28 turlik davolanish sug'urtasi ma'muriyat mulozimati ishlarini bejirish tartibi aniq bekitilib, davolanish sug'urtasi ma'muriyat mulozimati ishlarini ko'znakda bejirish 100% ga yetdi. Avtonom rayonimiz xalqqa qulaylik mulozimat yo'lini kengaytirish uchun torda bejirish, kod nomeri orqali bejirish, telefonda bejirish qatorliq uchrashmay bejirish usulini zo'r kuch bilan yo'lga qo'yib, tor va amaliyotga mulozimat vositasini umumyuzlik birlashtirib, davolanish sug'urtasi kasbini birla torda bir tutash bejirishni haqiqiy ishga oshirdi. Davolanish sug'urtasi mulozimat to'rini yanada kengaytib, davolanish sug'urtasi ma'muriyat mulozimatini yezi bozorlarga ko'cha boshqarmalarining mas'uliyat tizimligiga kirgizishni ilgari surib, hozirgi sug'urtasi kapolati to'ri app detali va Undidor appsining iqtidorini ravonlashtirib va a'lolashtirib, davolanish sug'urtasi munosabatini yo'tkash, tug'ut sug'urtasi ta'minotini bekitish va chiqim qilish qatorliq ish turlarini o'lka atlab bir tutash bejirishni davomli a'lolashtiramiz. Jungodagi dunyo miraslarining sirini echish mazmunidagi tunji hamturtki hujjatlik programma 10 ming chaqirimlik musofa Jungo miraslari 3-bo'limi 10-qismining Karis bo'ligi 2-oyning 19-kuni kechda Zhejiang sun'iy hamroh televiziyasida ko'rsatildi. Programmada tomoshabinlarga madaniyat mirosi Karis tunishtirildi ham aloqador bilimlar tushuntirildi. Programma naq maydonda ziyorat qilish, qo'g'dug'uchi va varislik qilg'uchining bayoni, mutaxassis va olimlarning tushuntirish qatorliq shakllar orqali Karis haqidagi hikoyalar qezib chiqilib, kishilar madaniyat merosini tushunish, so'yish va uningga varislik qilish imkoniyatiga ega qilindi. Madaniyat yodgorliklarini qo'g'dash va madaniyat meroslariga varislik qilish kuchi va mas'uliyatini texmi cho'nqur his qildik. Buningdan keyingi xizmatlarni texmi yaxshi ishlash ishonchimiz chingidi.
Kariz to'g'risida eng dastlabda tarix nomida xotir qoldirilgan bo'lib, quduq o'stang deb atalgan. Shanxi, Gansu, Xinjiang qatorliq joylardagi emgakchi xalq ishlatgan. Kariz Sadichin sepili Beijing Hangzhou cho'ng qonuni bilan qo'shilib, Jungoning qadimgi davrdagi 3 cho'ng qurilishi deb atalgan. Programma ko'rsatilgandan keyin ko'pchilik Karizdan iborat bu ulug' qurilishga nihoyat hayron qoldi. Madaniyat yodgorliklariga aloqador texmi mo'l hikoyalarni qezib, kishilarning madaniyat marosi, madaniyat yodgorliklari boyligiga varislik qilish va avj oldirishga yetaklaymiz. Mamlakat bo'yicha madaniyat yodgorliklarini 3-qitimliq umumyuzlik tekshirishda ko'rsatilishicha, Turpanda jami 1108 kariz bor bo'lib, umumiy uzunligi 5000 kilometrdan oshar ekan. Hozir 278 da suv bor ekan. 2006-yili kariz mamlakat bo'yicha nuqtaliq madaniyat yodgorligini qo'g'dash o'rni qilinib, shu yili Jungo dunyo madaniyat marosi zapas tizimligi turiga kirgizilgan. 100 million yuanlik kariz qo'g'dash xarajatini qo'lga keltirib, Subar karizdan 165 ni remont qilib, kariz madaniyat yodgorligining umrini uzatdik. Turpan qo'g'dash salmog'ini zo'raytish bilan birga yana karizni cho'rdab, yurishlik sayrgohlarni barpo qilib, nuqtaliq tavsiya qilinadigan sayohat liniyasi kirgizdi. Yaqinqi yillardan buyon madaniyat sayohatchilik tarmoqlari va madaniyat yodgorliklari tarmoqlarining o'rtaq tirishchanligida tabiiy odamiyat manzaralari nihoyat yaxshi qo'g'daldi. Shuning bilan birga tartibli echilish, foydalanish jarayonida madaniyat maroslari boyligi, tabiiy boyliqlari haqiqiy jonlanib, shahar taraqqiyotiga, iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotga, kishilarning real turmushiga yo'g'rildi. Muxbirning 2 ayning 19 kuni ochilgan 2023 yillik Abdum rayon bo'yicha san'at ijodiyatini planlash suhbat yig'inining egilishicha, bu yil Abdum rayonimizdagi har qaysi san'at yurtlari, o'maklarining sahna san'ati asarlari ijodiyati tez ko'payayotgan bo'lib, ko'plagan nodir san'at nomerlari pat arda tomoshabinlar bilan orqa-orqadan yuz ko'rishir ekan. Suhbat yig'inida Xinjiangning yaqinqi yillardan buyongi san'at ijodiyati xizmatidagi natijalar aslab o'tilib, kelgusida yangi davrdagi san'at ijodiyatining gullanishi va yuqori sifatli taraqqiyotini olg'a surishning usuli muhokama qilinib, Xinjiangdagi san'at yurtlari o'maklarining sahna asarlari ijodiyati ijodiy tafakkuriga ega qilindi. Bu yil avtonom rayonimizdagi san'at yurtlari o'maklarining sahna san'at asarlari ijodiyati naqshi usulliq teatr, musiqalik drama, serik, jingju, ballar teatri, simfoniya kechaligi qatorliq ko'p xil san'at shaklini o'z ichiga oladi. Bundan boshqa yana o'rlangan ba'zi asarlarning sayyor o'yin qo'yish va turishliq joyda qo'yish maydon qitim soni ko'paytirildi. Jumladan Qizilsuv oblastlik naqshi usul o'miga naqshi usulliq teatr, musiqalik drama qatorliq afzal teatr turlari ijodiyatiga kuchidi. Xotan yangi Qayshtashi naqshi usul o'miga tog' daryolarga muhabbat nomli cho'ng tipdagi naqshi usulliq teatr, Keriya yaxshi nomli tor teatri tayyorlashni planladi. Muhim bosh temalik ijodiyatlarni planlab rayon madaniyat alohidaligiga ega, milliy alohidlikka qo'yuq, an'anavilik bilan zamonaviylik birlashtirilgan bir turkum cho'ng tipdagi nomerlarni tayyorlab, oblastimiz adabiyot san'at ijodiyatining yuqori pallasini yoritamiz. Til san'ati, o'rinlash san'ati, badiiy san'atning umumyuzlik yo'g'irilishi o'rtaq taraqqiyotini ishga oshirib, adabiyot san'at ijodiyati orqali yangi davrni xotirlab va madiylab, adabiyot san'at nodir asarlari orqali partiyaning sadosini yetkazamiz. Xinjiang 1-navbatlik qishliq tanharkat musobaqasi 2 ayning 19 kuni tushdan keyin har qaysi musobaqa turlarini g'alabalik tamomlab, Avtonom rayonlik tantarbiya idorasining Urumchi noyasiga joylashgan qishliq tanharkatni boshqarish markazi qisqa oraliqqa tez telish sarida oxirlashdi. Xinjiang qishliq tanharkatni boshqarish markazining qisqa oraliqqa tez telish sarida qishliq tanharkat musobaqasining yepilish murosimi o'tkazilyapti. 2,5 oy davomlashgan musobaqada tanharkatchilar jasorat bilan kurash qilib, bir qitimliq nodir qishliq tanharkat musobaqasini namoyon qildi. Yepilish marosimida bu navbatli qishliq tanharkat musobaqasi tashkiliy komiteti medalga erishgan, universal amaliy kuchi oldingi 8 o'rinda turgan va tantarbiya axloqiy mukofotiga erishgan komandalarga lavha berdi. Bu navbatli qishliq tanharkat musobaqasi boshlangandan buyon 2 bosqichdagi 15 musobaqa kunida Altay shahri, Urumchi shahri va Qarmay shahridan iborat 3 musobaqa rayonida tez muz telish, egiz tog'da qor telish, dalada qor telish qatorliq 10 cho'ng tur, 104 kichik turda musobaqa o'tkazildi. Xinjiangdagi 14 viloyat oblast shahrining 92 komandasida 192 yosh o'smir mahir musobaqaga qatnashdi. Jami 104 oltin medal, 103 kumush medal va 98 mis medal barliqqa keldi hamda 38 turda rekord yoritildi. Altay viloyati bu qitimliq musobaqaning boshlanish murosimi hamda 7 cho'ng musobaqa turini ustiga elish vazifasini muvaffaqiyatli tamomlash asosida yana musobaqaga qatnashgan barliq turlarda 44 oltin medal, 33 kumush medal, 25 mis medal bo'lib, jami 102 medalga erishib, universal amaliy kuch jihatda Xinjiangdagi viloyat, oblast, shaharlar ichida birinchi o'rinda turdi. Bu navbatli qishliq tanharkat musobaqasiga yana Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Zhejiang, Shandong, Guangdongdan iborat Xinjiangga yordam berayotgan 6 o'lkadagi 101 qarmuz tanharkatchisi taklif bilan qatnashdi. Mahorat musobaqasi o'tkazilish bilan birga Xinjiangning har qaysi joylarida yana mo'l mazmunli ommaviy tantarbiya faoliyatlari o'tkazildi.
mamlakatlik avam qar muz pasli yurishlik faoliyati, mahalla qishliq tadqiqot musobaqasi, yoshlar o'smirlarning qishliq lager faoliyati qatorliq 428 turlik faoliyat o'tkazilib, qatnashganlar 600 ming odam qaytimdan oshdi. Tianshanning janubiy shimolidan olqib o'tadigan Cho'shi qadimiy yo'lida o'rmon, jilg'a, qorliq tog', jilg'a suyi birlashib, go'zal siyoh rasmni shakllantirdi. Xabarlarimiz tugadi. Ko'rganinglarga rahmat. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Hürmetli televizor köpücüler. Yaxshimsizlar? Bugün 2. ayının 20. günü düşenbe. Dekallar kalendari boyunca 2. ayının 1. günü haberlerimizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Xi Jinpingning shahar xizmati to'g'risidagi bayonlaridan uzundilar nomli kitob nashr qilinib taqtildi. Boshlovchi Xi Jinping Jongoliklar tamoqachisini o'z qo'lida ching tutish uchun cho'qim urug'ni o'z qo'lida ching tutish kerak deb ta'kidladi. Haynan Nanfan sort yetishtirish bazasidagi fan texnika xizmatchilari topshiriqni asti ching saqlab, 10 yilda bir qilishni tavlab chiqishda g'ayrat bilan yezigilik fan texnikasining yuqori palisiga boturlik bilan o'rlab, Jongoning a'lo sortini yetishtirib, Jongoning tamoqachisini muqim tutdi. Markaz boshqaradigan kadrlarning Xi Jinping yangi davr Jongo sotsializm ideyasi va partiya 20. qurultayining rolini o'rganish izchillashtirish muhokama kursi Beijingda ochildi. Saychi ichilish marosimi qatnashdi va so'z qildi. Ishni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elish nomli chatma xabarda bugun joylarning bir qator islohot tadbirlarini yo'lga qo'yib, savdo muhitini a'lolashtirib, bozor gavdalarining hayotiy kuchi va ijodkorligini urg'utganligini tunishtiramiz. Joylar ehtiyojlik e'tibor uchun ching tutib, ehtiyojlik tayyorligi tayyorligini puxta ilgari surdi. Markaziy inson tekshirish komiteti davlat reviziya komiteti tarbiyalash nomi bilan hukumat puliga sayohatga tashkillash tipik masalalarini oshkor e'lon qildi. Amerikadagi urushga